Visiz ko'z klinikasida zamonaviy Smart Sight texnologiyasi asosida bajariladigan ko'z jarrohlik amaliyotini ko'rib chiqamiz. Operatsiya jarayoniga kirishdan oldin mana shunday maxsus kiyimlarni kiyib olamiz. Eng e'tiborlisi, Smart Sight texnologiyasi asosida amalga oshirilayotgan bu jarrohlik amaliyoti hozircha vodiy hududida yagona bo'lib, ko'plab bemorlar uchun ko'rishni tiklashda katta imkoniyat yaratmoqda. Amaliyot jarayonida yuqori aniqlikdagi zamonaviy uskunalar qo'llaniladi. Bu esa operatsiyani juda qisqa vaqt ichida og'riqsiz va xavfsiz tarzda o'tkazishga imkon beradi. Shu bilan birga, bemor operatsiyadan so'ng tez tiklanadi va qisqa muddat ichida aniq ko'rish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Bugungi videoda siz Smart Sight jarrohlik amaliyotini o'tkazilishi, uning bosqichlari va texnologiyaning afzalliklari haqida batafsil bilib olasiz. Smart Sightning asosiy afzalliklari. Birinchisi, juda kichik kesma bo'ladi. Operatsiya vaqtida ko'z shoh pardasida taxminan 2-3 mm kichik kesma qilinadi. Bu esa ko'zning tabiiy tuzilishini kamroq buzadi, tiklanishni tezlashtiradi. Ikkinchisi, shoh parda mustahkamligi yaxshi saqlanadi. Flap, ya'ni qopqoq kesilmaydi. Shu sababli ko'z strukturasiga kamroq zarar yetadi. Uchinchisi, ko'z qurishi kamroq bo'ladi. Boshqa lazer usullariga nisbatan nerv tolalari kamroq zararlanadi. Shuning uchun operatsiyadan keyin dry eye kamroq uchraydi. To'rtinchisi, infeksiya va asoratlar xavfi past bo'ladi. Kichik kesma sababli tashqi muhit bilan kontakt kamroq bo'ladi. Beshinchisi, tiklanish tez bo'ladi. Ko'p bemorlar 1-2 kun ichida ancha yaxshi ko'ra boshlaydi. Oltinchisi, og'riq deyarli sezilmaydi. Operatsiya mahalliy tomchi anesteziya bilan o'tkaziladi va bemor odatda og'riq sezmaydi. Yettinchisi, sport bilan shug'ullanuvchilar uchun qulay. Flap bo'lmaganligi uchun ko'zga zarba tushganda xavf kamroq bo'ladi. Operatsiya jarayonining umumiy vaqti 5 daqiqani tashkil qiladi va eng asosiysi, jarayon umuman og'riqsiz va tez o'tkaziladi.